Assalomu alaykum barchaga. Mana bugundan 2026-yilga start berildi. Ushbu 2026-yil barchamizga omadli, yaxshi, xayrli yil bo'lsin. O'ylagan yangi ishlarimiz, yangi rejalarimiz amalga oshsin. Bugun bir qiziqarli mavzu, ya'ni yapon yenasini qadri haqida gaplashmoqchiman. Yapon yenasini qadri ayniqsa o'sha O'zbekistonga vaqti bilan dollar qilib pul jo'natib turadiganlar uchun juda ham qiziq deb o'ylayman. Xo'sh, 2026-yilda yapon yenasini qadri qanday bo'ladi? Xorijiy valyutalarga nisbatan tushadimi yoki ko'tariladimi? Afsuski, o'sha kuchli iqtisodchilarni taxminiga, tahliliga qaraganda, yapon yenasini qadri 2026-yilda ham tushishi kutilmoqda. Hattoki hozir $1 156 yenaga teng bo'lsa, bu 170 yenagacha tushib ketish ehtimoli bor. Nima uchun iqtisodchilar aynan bunday fikr bildiryapti? Bunga asosiy sabablardan biri Yaponiya 2022-yildan boshlab deflyatsiya davridan inflyatsiya davriga o'tdi va aynan o'sha 2022-yildan boshlab narx-navolarda ham keskin o'zgarishlar bo'ldi. Oziq-ovqat narxlari bo'lsin, kiyim-kechak narxlari bo'lsin, hattoki uy-joy narxlari bo'lsin, keskin ko'tarildi. Mana shu jarayon 2026-yilda yanada tezlashishi kutilyapti. Ko'pchilik bilsa kerak, ijara narxlari, uyga to'lanadigan ijara narxlari shu paytgacha unchalik ko'tarilmagan edi va bu 2026-yil va 2027-yillarda hattoki ijara narxlarigacha keskin ko'tarilishi kuzatilyapti va inflyatsiyani tezlashishiga bular turtki bo'ladi, sabab bo'ladi degan fikrlar bildirilyapti. Va natijada inflyatsiya qanchalik ko'tariladigan bo'lsa, bu o'sha yapon yenasini qadrsizlanishiga ham olib keladi. Shuning uchun iqtisodchilar tomonidan bu 160-170 yenagacha yana qadrsizlanadi degan taxminlar bor. Bu albatta taxmin, o'sha davlat tomonidan o'sha inflyatsiyaga qarshi, hattoki o'sha yenani qadrsizlanishiga qarshi turli xil chora-tadbirlar ham ko'rib chiqilyapti. Agar qandaydir bu bilan bog'liq yangilik bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga vaqti bilan yetkazib turishga harakat qilamiz, lekin o'sha yapon yenasini qadrsizlanishiga tayyor turishimiz kerak. Chunki biz uchun, o'sha aynan O'zbekistonga boradiganlar uchun, chet elga safarlar qiladiganlar uchun bu yenani qadrsizlanishi minus tomonga o'ynaydi va xarajatlarimizni ko'paytiradi. Lekin o'sha inflyatsiyani ko'tarilishi va yenani qadrsizlanishi faqat minus emas, plus tomonlari ham bor. Bu haqida yana bir batafsil video tayyorlab sizlarga o'sha yetkazishga harakat qilaman. Bu nima bilan bog'liq? Bu aynan oyliklarni ko'tarilishi, ish haqlarining oshishi va qo'limizga oladigan tedorimizni, naqd pulimizni ko'payishi bilan bog'liq. Shu bilan birgalikda o'sha davlat tomonidan ko'rib chiqilayotgan soliqlardan beriladigan imtiyozlar haqida va o'sha soliqlar to'laydigan soliqlarimizni kamaytirib, oladigan tedorimizni ko'paytiradigan yangi o'sha davlat tomonidan chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti. Bu haqida biz yana bitta batafsil video tayyorlab, sizlarga o'sha batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha